بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn İsmail al-Bardazibah al-Ju'afi rahimahullah yazgan Jami'ul Musnad as-Sahih namliq Sahihul Bukhari degan ism bilan mashhur bo'lgan bu muqaddas hadis kitobining biz Kitabul Iman degan bo'limda ketib boramiz. Mushu bab jihatdan bu kitob bu bo'limning bab jihatdan 32-bobga keldik. Bu babda İmam Buxoriy rahimahullah xuddi burun degandagidek, ya'ni iymonning ziyoda bo'lishi va kamayishi degan haqida so'zlaydi. Biz sizlarga burun so'zlab o'tgan bundan burunmi? Bu haqda ahli sunnat ikki bo'lakka bo'lingan. Biri ahli hadis. Bular İmam Buxoriy boshliq, İmam Shafi'i ahli muhaddislarniki ko'z qarashi. Yana biri ahli mutakallimin min ahli sunnah. Aqida. Aqida olimlari, fiqh olimlari ular bir xil ko'z qarash kelgan, hadis olimlari bir xil ko'z qarash kelgan. Hammasi ahli sunnatdir. Hammasi ahli sunnat olimlaridir. Bas bularning farqini men degandek lafziylashtirganlar ham bor. Ixtilof va ixtilof lafziy deganlar ham bor. Ba'zi yoq lafziy emas, ixtilof asli, haqiqiy deganlar ham bor. Endi biz sizlarga bugun shuni tushuntirib o'tamiz. Babu ziyodatil imani va nuqsonihi. Bu imanning ziyoda bo'lishi va imanning kamayishi degan bir bab. Yani imanning ziyoda bo'lishini va kamayishini bayon qilgan bir bab. Hatto va qavlillahi degani bu taqim shu babning nima hammasi ziyodatiga atf bo'ladi. Va qavlillahi taala, ya'ni bu Alloh taolaning vazidnahum huda degan qavlining bayoni haqida bir bab. Va Alloh taolaning va yazdadallazina amanu imanan degan qavlining bayoni haqida bir bab. Deb ulkan vaqala deb vaqala deb beshtikini qavli deb masdar bilan keladi. Vaqalani ayrim keladi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Alloh taolo yana al-yawma akmaltu lakum dinakum dedi. Davotadi. Demak bizga oyatdan 3 tane dalil keldi. İmam Buxoriy bu tarjima halga, ya'ni tarjimatul babqa, babning unvoniga 3 dalilni keltirdi imonning ziyodi. Qur'oni Karimdan. Avval Qur'onning dalil keltirdi, keyin hadisning dalil keltirdi. İmanning ziyoda bo'lishi va kamayishiga 3 dalilni keltirdi. U dalilning birisi boshqasi bo'ldi. Alloh taolaniki vazidnahum huda. Ya'ni biz ularga hidoyatni ziyoda qildik degan dalilni. Miyadiki hudan bilan imonning nima aloqasi bor desa, ya'ni ziyadatul huda mustalzimatul li ziyadatil iman. Bir odamning hidoyatining ziyoda bo'lishi imonning ziyoda bo'lishini keltirib chiqaradi. İmanning ziyoda bo'lishini lozim tutadi. Shulardan lozim malzum ma'nosi bor deydi. Undan keyin ikkinchi dalili va yazdadallazina amanu imana. Biz iymon etganlarga iymonni ziyoda qildi Alloh taolo va yazdadallazina amanu imana. Alloh taolo iymon etganlarga iymonni ziyoda qildi dedi. Oyatda uchuq bayon qilingan. Iymonni ziyoda qildi degan lafz musarraha uchuq bayon qilingan. Endi üçüncü dalilga al-yawma akmaltu lakum dinakum dedi. Buni qala dedi va qavli deb o'xshash atf qilib keldi. Nimishqa? Bu yerda o'xshamaslik bor biroz. Chunki bu ikki oyatda vazidnahum huda degan iymon deb ma'nosi ularning iymonni ziyoda qildi. Uchuq oyat kelgan bo'lsa, al-yawma akmaltu lakum dinakumda uchuq holatda iymonning ziyoda bo'lishiga nima kelmaydi, dalil chiqmaydi. Balki dalolat qiladi. Bu dalolatning nasuli bilan. Shuning uchun ma dalil sarih bo'lmaganlik uchun dalil malzumi yoki dalil istilzam bo'lganlik uchun istilzomiy bo'lganlik uchun nima qildi buni
ve kâle de biraz farklandırıp keltirdi. Yani İmam Bukhari'ninki intayin inçikilikini keltirdi delil meselelerinde. Mesela hem de el yevme ekmet lekum dinekum degan bu babniki imanning ziyoda bo'lishi kimishiga qanday dalolat qiladi desa, bugun men sizlarga sizlarning dininglarni komil qildim, mukammal qildim deyapti Alloh taolo. Demak, islom dini qachon mukammallashgan? Shu payg'ambar alayhisalom shu oyat nozil bo'lganda komil mukammallashgan. Anda bo'lganda fa iza taraka shay'an min al-kamal, shu mukammallashgan dindan bir narsani tark qilsa, fa huwa naqis. U komil qiladi. Demak, dinning komillikni qabul qilgani nimani ko'rsatadi? Iymonning komillikni qabul qilganini ko'rsatadi deb Imom Buxoriy mujdallarni ko'rsatadi. Udul mayatda udul iymonning komilligini ko'rsatmay, balki dinning mukammallashganligi nimadan darak beradi? Dinning mukammallashganligi, agar mukammallashgan juz'iylardan bir juz'ini qilmasa bir odam nima kam ekanligidan darak beradi. Buning komilligining o'zi iymonninki ham juz'iylardan birini qolib qo'ysa, iymonning ham kamaydiganligini bildiradi deydi. Endi xo'sh, bu shu so'zniki ikki xil ehtimollik bor. Biri iymon yoki ziyoda bo'lganini, ziyoda iymonniki iymon tasdiqining ziyoda kam bo'lishimi yoki iymon amalining ziyoda kam bo'lishimi degan masalada. Endi tabiiyki Imom Buxoriy ahli islomga qarashi qalbdagi iymon tasdiqi ziyoda bo'ladi, toat ibodatdan ziyoda bo'lib kuchlanadi. Nima bilan? Gunoh masiyat bilan naqs, tanqus kamlaydi deydi. Endi bu ahli sunnatning doirasida nima chiqib ketmaydi-da? Chunki bular yo'qolib ketdi demaydi. Gunoh masiyat bilan iymon yo'qaydi demaydi. Gunoh masiyat bilan iymon yo'qaydi deydiganlar kim? Xavorijlar. Ahli sunnatning tashqidagi firqalar deydi, gunoh masiyat bilan iymon yo'qolib ketadi deydiganlar kim? Bu xavorijlar. Ahli sunnat nima deydi? Gunoh masiyat bilan la yukaffar dedi 5 tane. Kufrlik bilmaydi, ammo iymon kamlaydi. Gunoh masiyat bilan iymon kamlaydi, ozlaydi. Taat ibodatlar iymon ko'paydi dedi. Endi buni o'tkazdik deb bergandik. Bizniki ulamo al-aqida, aqida ulamolari va fuqaholar nima deydi desa, ya'ni buning ma'nosi iymonniki biz aslul iymon, kamalul iymon deb shikil bo'ldik. Kamalul iymon. Aslul iymon, ya'ni biz iymonning 6 rukniga payg'ambar alayhisalom olib kelgan narsaga hammaga iymon etish jihatda bu chuqum %100 bo'lish kerak, 100% bo'lish kerak ishinish jihatda. Ammo 99% bo'lib qolsa, iymon deb qabul qilinmaydi, bu odam kofir bo'ladi. Shechak kelib qolsa, iymon shaklini qabul qilinmaydi. Undan keyin kamalul iymon degan butun shu iymondan unib chiq, iymon degan bir yildiz o'xshaydi. Mush iymondan chiqib unib chiqqan shu'abul iymon deb ataladi. Shu'abul iymon hadisda kelgan. Payg'ambar iymonniki 70 necha put quvvat degan shu'aba. Mush shu'abul iymon. Shu'abul iymon bir nechaga bo'linadi, ya'ni hammasi amallarni ko'rsatadi, amallarni. Shu iymon taqozo qiladigan amallar. Qalbida iymon bor odam iymoni nimani taqozo qiladi? Shu amallarni bajo keltirishni taqozo qiladi. Shu amallarni hammani qilgan odamning iymoni nima bo'ladi? Komillashadi. Komil iymon bo'ladi. Shu amallarni qilish bilan nimalar iymoni ziyoda bo'ladi degan gap, ya'ni kamal iymon ziyoda bo'ladi. Bu amallarni qilmas bilan nima bo'ladi? Kamal iymon nima bo'ladi? Naqs. Bu iymon naqs bo'ladi degan gap. Ya'ni min haythu samarat. Iymonniki mevalari jihatdan. Endi ahli sunnatniki yeni bir shu qavlini yeni bir tushuntirib bo'ladi. Iymonniki bizda yaqin deb bir narsa bor. Yaqin, masalan, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu'niki iymoni bilan odatdagi bir musulmonning iymoni o'xshashmaydi. Nima jihatdan? Min haythu al-yaqin. Jazmiyat jihatdan o'xshashmaydi. Qanday desa, masalan, bir odamni ikki musulmon o'xshash kelib, birning ikkisini o'xshash tayyorlanib azob bo'lsa, birisi iymonni yenishi mumkin. Yana birisi yanmay iymonni chontirib ilab qilishi mumkin. Bu nimani ko'rsatadi? Iymonni buningki yaqinining kuchliligi. Ya'ni jazmiyatining kuchliligi. Iymonda mustahkam turish boshqa. %100 ishinish boshqa. Tushundingmi? %100 ishinish mumkin, ikki odam o'xshash %100 ishinadi. Ammo birisi tayyorlanib bardoshlik bilanmay
iymonni yenishi mumkin. Lekin tabiiy og'izda yanadi, qalbda yanmasligi mumkin. Ammo yana birisi chiqib turishi mumkin. Bu uniki iymonning kuchli, maniki iymonning ojizligini ko'rsatadi desa, ya'ni yaqinining kuchli, yaqin. Demak, Alloh taolo to'qimi yaqin tuzib, ya'ni Xudoy bizning yaqinimizni qilsa, ziyoda qilsa deb tuzsa bo'ladi. Yani imanan sadiqa ve yaqinan sadiqa ve yaqinan degan shu yaqin degan nima? Jazmiyat. Yani iymanda mustahkam turishlik. As-sabatu alal iman. Buni to'xtamay tilash kerak. İhdina sıratal mustaqimni nima deb tafsir qiladi? Bizni to'g'ri yo'l ustida musulmon kofirga nisbatan bizni musulmon qil degan bo'ladi. Musulmon nisbatan-chu İhdina sıratal mustaqim ya'ni sabbitna ala tariqil huda. Bizni hidoyat yo'limizni mustahkam qil degan bo'ladi. Xuddi shuningdek. Tushunarlimi? Ya'ni bu yerdagi bularniki agarda bu iymon ziyoda bo'ladi, kamaydi degan bo'lsa nima demakchi? Ya'ni iymonda kuchliligi, iymonda mustahkam turish. Yani amal ibadati ko'p qilgan sari adam iymonda nima qilgan bo'ladi? Qalbida iymon kuchlanib, mustahkam turadigan bo'ladi iymonda. Gunoh masiyatni ko'p qilgan sari iymoni ojizlab, anda shunda bir shamol chiqib bo'lguncha mumkin iymonni yana o'lgan holatga qilish mumkin. Alloh taolo saqlasin. Aliyadu billah. Shunda bir adam bir azob qilib bo'lguncha, shunda bir xavotat bo'lguncha iymonni yana bo'ladigan bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni iymonni sabat alal iymon. Iymonda mustahkam turish degan bir sifat bundan ojizlab ketadi degan. Buningda ham hech kimning nimasi yo'q, ixtilofi yo'q. Ammo aslul iymon jihatdan, ya'ni iymonning asli ziyoda bo'lib ko'paydi degan gap bu to'g'ri emas. Iymonning asli ziyoda bo'lmaydi, ko'p bo'lmaydi boshqa. Chuqur payg'ambar alayhisalom olib kelgan, Alloh taolo tomonidan olib kelgan butun xabarlarga 100% nima qilishga tasdiq, dil bilan tasdiq, til bilan iqror qilish kerak. Buni hech kimning kamaytirib o'tishga nimasi yo'q. Buni isboti ham yo'q, kamaytirib joiz bo'lmaydi. Xo'sh, endi fa naqisun. Endi bu yerda Imom Musannif bizga ma'lum fa ida taraka shay'an min al-kamal, anda kamil bo'lgan narsani bir tarkasa, bu naqis bo'ladi. Demak, mushuning o'zi iymonning ziyoda bo'lganligini va nuqson, ya'ni kamaydiganligini ko'rsatadi deydi. Endi bizga hadislardan dalil keltirdi Imom Buxoriy rahimahulloh. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriyga aytgan, Imom Buxoriy mundaq dedi. Bizga Muslim ibn Ibrohim hadis so'zlab berdi. Muslim ibn Ibrohim mundaq dedi. Bizga Hisham hadis so'zlab berdi. Hisham mundaq dedi. Bizga Qatada hadis so'zlab berdi. Qatada Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Anas radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Qol: "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illalloh." Bu shadiki mush iborat, ya'ni do'zaxdan la ilaha illalloh degan kishi chiqadi deydi. Endi mishadi yani jumhurul muhaddisin mushu Imom Buxoriy rivoyat qilgan ko'p sonliq raviylar yakhruju deb o'qigan. Ammo aslining rivoyatidan ham nima yukhraju deb rivoyat qilingan. Endi mishadi yukhraju desak fa'il kim bo'ladi bu yerda? Fa'il maf'ulun bihi bo'lganda maf'ulun ma lam yusamma fa'il, naibul fa'il Alloh taolo bo'ladi. Ya'ni chiqib do'zaxdan la ilaha illalloh degan kishi chiqariladi degan bo'ladi. Do'zaxdan kim chiqariladi? Uni Alloh chiqariladi. Demak, Alloh taoloni bu yerda mahzuf qilib keltirish nimani ko'rsatadi? Ya'ni yukhrijullohu man kana fi qalbihi yoki man qala la ilaha illalloh demay, yukhraju minan nari man qala la ilaha illalloh deyishdan nima chiqilsa, Alloh taoloniki shuhrati. Ya'ni do'zaxdan chiqarishga Allohdan boshqa hech kimning nima qodir bo'lmaydiganligini ko'rsatadi. Agar boshqa bir qodir bo'lgan bo'lsa edi, tabiiyki, agar shak bo'lgan bo'lsa, buni Alloh taolo degan damirni keltiradi. Uchuq keltiradi, ismi zohir keltiradi. Buni damir bilan keltirishning sababi nima? Ya'ni oshkor keltirishning hojati yo'q. Nimishqa bu ishtigan kundek nima? Uchuq Alloh bilish. Yukhraju minan nari man qala la ilaha illalloh. La ilaha illalloh degan odam do'zaxdan chiqariladi yoki do'zaxdan chiqariladi. Va fi qalbihi waznu sha'iratin min khayrin degan umatki vav hali halbuki uning qalbida opining vaznichilik, eg'irliqichilik yaxshilikdan bo'lsa, ya'ni uning qalbida bir mergi min khayrin degan nima? Yaxshilik degan nima? Iymon degan ma'noda. Nimishqa? Iymon degan nimaga da'vat qiladi? Yaxshilikka da'vat qiladi. Yaxshilik degan nimaga da'vat qiladi? Iymonga da'vat qiladi. Ya'ni bu ikkisining orasida bir-birini lozim mazmunliq nimasi bor. Undan keyin yana bir rivoyatda kelgan rivoyatda
min hayrin degan onuğa min imanin deb kelgan. Bunu Buxoriy ta'liq şekilde so'zlab qo'ygan. Demek veznu şa'iratin min hayrin degan yani qalbida, yani yaxshilikdan, yani imandan, yani apının egillikçilik iman qalbida bar bo'lgan odam do'zaxdan bar bo'lib, la ilaha illalloh degan odam do'zaxdan chiqariladi. Demek bu yerda biz ikki gapni birga imonda nima shart ekan? La ilaha illalloh deyish, ig'izdan iqror, bil lisan shart degan men qala la ilaha illalloh deb chiqib turdi. Uni kenidan qalbida tasdiqun bil qalb degan cho'q fi qalbihi vaznu sha'iratin min khayr degan tushunalmi? Mushu jumladan biz iman degan tasdiqun va bil qalb iqrorun bil lisan ekanligini mishan bilib olamiz. Qaranglar. Men qala la ilaha illalloh degan nima chiqib turadi? Yani imanning qabul bo'lish shart ekanligi. Vaznu fi qalbihi vaznu sha'iratin min khayr degan nima chiqib turadi? Buning imanning o'rni qalbda ekanligi. Demak, ikkini da'vatadi shuning uchun. Nima? Shuning uchun bizniki Maturidiy mazhabida nima da'vatadi? İmanın neydi o? İmanniki rukun neydi? Demek imanın kavul. La ilahe illallah deb ağzı deyişine hem nima? Rukun. Rukun zayid. Kalbideki çoğu rukun asli. Rukun zayid deb deganlar bor. Şuniki nimishqa do'zaxdan chiqarishig'imi shart gelmedi. La ilahe illallah deyish, men degan ismi shart bo'lgan ekan, uni la ilahe illallah deb og'zida deyishi va qalbida ham bo'lishi nima? Shart degan gap. Onun kenedin ve yahrucu minen nar. Yani do'zaxdan la ilahe illallah degan qalbida bir buğday, burra degan gap buğday. Mendeki burratun shairatun degan asli shairunniki mufrat birlik shakli. Burratun degan cho burrunning birlik shakli. Mendeki faqatlam bu ismi jinsda ba'zan ismi jinsda ko'plik bilan birlik qanday ayrıladi? Bir ta bilan. Ta vahda deb ataladi. Ta al wahda. Yani birlikning ta'si. Muannasın ta'si emas bu. Buratundagi muannasın ta'si emas. Ta'u ta'nis emas, ta'ul vahdat. Yani burdisi nima? Buğdaylar. Buğday. Buğday cinsi. Buratun desa bir dancha, bir dana buğday. Yani demek bir şair desa bir mun şair ve şairatun degan nimasi, yani bir dana apını ig'ilg'ichilik. Ya demek bir yerde dastlabda cho'ngini boshladi. Apı buğdaydan cho'ngroq. Undan keyin la fi qalbi vazn burra degan gap, qalbida bir buğdayning ig'ilg'ichilik iman ba adam do'zaxdan chiqaradi. La ilahe illalloh. Qalbida buğdayning ig'ilg'ichilik iman bo'lib, la ilahe illalloh degan odam do'zaxdan chiqaradi. Men qala ve yukhracu minen nar ve yukhracu minen nar men qala la ilahe illallah ve fi qalbihi vaznu zarratin min khayr. Ve la ilahe illallah qalbida zarrichilik, yani zarrining ig'ilg'ichilik, yaxshilik, yani iman bo'lib la ilahe illallah degan odam do'zaxdan chiqariladi. Mana bu yerda inchki masalalardan chiqadigan masalalardan bir shairatuni baldirib keltirdi nima uchun? Cho'ng bo'lganlik, cho'ngroq bo'lganlik uchun. Yani qancha imonning ko'p, chunki bu nima bo'lsa, qancha iymoni kuchli bo'lsa, shuncha do'zaxdan tez chiqadi degan gap. Qancha kuchli bo'lsa do'zaxga tushmaydi degan gap hattoki. Endi uni kenidan buratini keltirdi. Chunki obidan buğday kichikroq, yengilroq, kichikroq. O ahirda zarrani keltirdi. Zarra degan eng yengil. Zarra degan nima desa, zarra deganni, yani kunning nuri tushsa, masalan denizdin kunning nuri tushganda shu oshkor bo'lgan uchib yuradigan tuproq danchilari, zarrachilar. Shuni ismi zarra. Zarracha deb ataladi. Va yoki chumilining namlatu sag'ira. Kichik chumila, bizda injigival deb qo'yamiz. Ya'ni kichik chumila. Chumilining kichkini ham nima deydi? Zarra deydi. Endi bu zarra degan qanday narsa desanglar, Ibn Abbos roziyallohu anhu degan, sen sening qulonga tuproqni ilib, uni keyin deb yuvarsang, qulonga chatlashib qolgan nimalari, qulonga qolgan shu zarracha degan. Ya'ni aqida ulamolar nima deydi zarracha deganni? Ya'ni javhar. Yani bir narsaning masalan bu kitobni, maktabni 7 parçalab eng oxirdagi boshqa bo'lakka bo'lmaydigan eng kichik parchasini deb ataladi. Mujaz zarracha deb ataladi. Demak, yani boshqa bo'lakka bo'lgili bo'lmaydigan, demak eng yengil narsa. Yani qalbida shunchalik dardi demak yo'g'ini az bir, yani la ilahe illalloh deb og'zida deb qalbida shunchalik iymon bo'lgan bo'lsa-mu, bu do'zaxdan chiqariladi deb ataladi. Endi bizga hozir Imom Buxoriyniki bu hadislar bab bilan munosabati nima? Bu babda nima dedi? İmanın ziyade bo'lishi, kam bo'lishi. İman degan
ziyoda bo'ladi, kam bo'ladi degan bab bilan hadisning munosabati oshkor. Ya'ni qanday jihatdan? Demak, qalb ba'zi odamning iymoni opichilik bo'lishi mumkin. Ba'zi odamning o'xshash iymon etgan odamning, ba'zining iymoni bug'doychilik bo'lishi mumkin. Ba'zining iymoni nimachilik, zarichilik bo'lishi mumkin. Oqibat hammasi chiqadi. Chunki nima bo'lganligi uchun buniki tasdiq komil bo'lganligi uchun. Deb Imom Buxoriy model qilib keltirdi. Demak, iymonlar ziyoda va o'xshash bo'lmaydi iymon ahli. Tafodul bo'ladi, ziyoda kam bo'ladi, hatto tasdiq ham ziyoda kam bo'ladi dedi Imom Buxoriy rahimahulloh. Endi bu hadisdagi bir shayni qaraydigan bo'lsak, yana do'zaxdan chiqariladi degan gapni nimani bizga beryapti desanglar, ya'ni buning tasdiqi chuqur komil bo'lishi kerak. Ya'ni asl iymon, ya'ni shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgan aslida al-kanul iymonga to'liq iymon etgan bo'lishi kerak, tili bilan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgan narsaga ishongan bo'lishi kerak. Lekin amal qilmagan bu odam. Qat'iy. Amal qilmagandan keyin qalbidagi iymon bora-bora zaiflab, endi ojizlanib ketib qolgan. Amal qilmaganlik uchun. Ammo shu asl iymonga iymon etmasa jannatga kirmaydi. Shart uni aytishi. Lekin asl iymon insonni do'zaxga tushib ketishini qilolmaydi, saqlab qololmaydi. Lekin do'zaxdan chiqarishga sababchi bo'la oladi. Ammo kamolul iymon desa, kamolul iymon insonni do'zaxga tushib ketishini saqlaydi. Alloh taolo rahmatullah. Do'zaxga tushmay chiqishga kamol iymon degan amallar. Salih amallarni qilish orqali inson do'zaxga kirmay tushib ketishi Allohning rahmatidan mumkin. Ammo hadisdan Imom Buxoriy deydi-ki, bu hadisni biz iymonning ziyoda bo'lganligini, kam bo'lganligini bilalaymiz. Iymon degan hammadan iymon o'xshamaydi deydi. Lekin bizniki mazhabimiz bo'yicha aytib aytganda, bu yerdagi hammasini nima ko'rsatadi? Iymon, ya'ni kamolul iymon. Qalbida asl iymon bor. Qalbida tasdiq qildi. Tilida dedi bu odam, lekin qat'iy amal qilmadi. Namoz o'qimadi, zakat bermadi, Ramazon rusuni tutmadi, islomdagi amallarga nima arkan islomga amal qilmadi. Shu sababdan buni nima qalb iymoni ojiz deyildi. Shu sababdan iymoni bug'doychilik, obichilik, ya'ni so'sa, ya'ni haftada bir qatim juma o'qitgan, masalan, haftada bir qatim juma o'qitgan yoki juma o'qimayotgan, siz kim desa biz musulmon deyotgan odam bor. Mu'min odam demakchi. Tushundingmi? Endi Imom Buxoriy demakchi o'g'ini bu shu haqiqatda hattoki amal qilgan odam bo'lsa-mu, iymon tasdiqmi necha bo'ladi da'vatida vallohu a'lam bis-savab. Xo'sh. Endi qala Abu Abdullah, ya'ni bu kim Abu Abdullah degan? Imom Buxoriy. Imom Buxoriyniki kunyati Abu Abdullah. İsmi Muhammed ibn İsmail. Endi qala Abu Abdullah Muhammed ibn İsmail al-Buxoriy rahimahullah. Qala Abanun haddathana Qatadatu haddathana Anasun anin Nabi sallallahu aleyhi ve selleme min imanin mekana hayrin. Yani Abu Abdullah rahim Buxoriy deydi ki Aban mundaq dedi, Aban mundaq dedi. Bizga Qatada hadis so'zlab berdi. Qatada dedi ki bizga Anas radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlab berdi. Min imanin de mekana hayrin. Hayrinning o'rniga iymonin deb keltirdi. Demak biz qachon hayrinni iymon deb ma'no etdik. Shu bir. Endi bu yerdagi Imom Buxoriyniki qala Abanun degan nima deb ataladi bilamsizlar? Hadis mustalahul hadis ilmida ta'liq deb ataladi. Hadis muallaq. Ya'ni hadis muallaq degan ya'ni Şeyhul hadisni qilgan Bashraviy o'ziniki sheyxidan tortib, o'zining sheyxini, hadis rivoyat qilgan sheyxidan qancha ko'plab kesilmaydi. Eng shart nima? O'zining sheyxini san'atini tushirib etib so'zlasa. Yoki o'zi sheyxining sheyxini uni keladi toki Rasululloh aytgan bo'lgan san'at bilan tushirib olsa-mu, hammasini deb ataladi. Ya'ni hadis muallaq deb ataladi, muta'liq deb ataladi. Tushundingmi? Men qaraydigan bo'lsanglar, Imom Buxoriy Abandan rivoyat qilgan bu hadisni aslida. Imom Buxoriy Abandan o'tirda nima ikki dona nima sheyx bor. Imom Buxoriyning sheyxi va uning sheyxi. Masalan, nima qaranglar, 5 hadisga nima deb keltirdi? Hadisda haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Hisham. O'ylab qo'yinglar. Haddathana Hisham, haddathana Qatada. Demak, Aban hadisni kim rivoyat qilgan? Qatadan rivoyat qilgan. Demak, Imom Buxoriy miyada o'zining Muslim ibn Ibrahim degandek bir dona sheyxini tushirib qo'ygan. Tushundingmi? Sheyxni tushirib qo'ygan miyada. Ya'ni Imom Buxoriy Abandan udul rivoyat qilgan hadisni. Balki o'ziniki rivoyat qilgan sheyxini ardini tushirib qo'ygan. Nima uchun dama? Bu shu ta'liq. Endi yana bir qala deb keltirdi, qila deb keltirmadi. Ya'ni
bir lugatil marad, sigatil marad, kisel sigasidan keldi sigatil cezm yani qala deb keldi. Demek İmam Buxoriy yeni bir o'rinda buni muttasil holatda keltirgan. Demek mayadini bir holatda ta'liq holatda keltirgan. Demek buniki sahihligida hech bir shak shubha yo'q. İmam Buxoriy shu Aban bilan o'zining oxirdagi shayxini u çok bilganligi uchun uni nima qilmadi? Ta'liq keltiribdi. Yeni bir yerde ulab keltirildi. Yeni bir gap shu Hishamdan boshqa bir nimada boshqa bir sanatdan kelgan ravilarni ulab keltirgan ravilar bor. Xo'sh. Ol sanadi muttasilimiz bilan İmam Buxoriyga aytgan, İmam Buxoriy mundaq degan. Bizga Hasan ibn Sabbah hadis deb berdi. Hasan ibn Sabbah Ja'far ibn Aun'dan anlab ekan, yani anladı deydi. Ja'far ibn Aun deydi ki haddesna Abul Umays. Abul Umays bizga hadis deb berdi. Abul Umays deydi ki bizga Qays ibn Muslim xabar berdi. Qays ibn Muslim kimdan? Tariq ibn Shihab radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Nima shu Tariq ibn Shihabni radhiyallohu anhu debsiz chunki bu sahoba. Tariq ibn Shihab dedi sahoba, tushunarlimi? Tariq ibn Shihab Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuniki bir Yahudiyning Umar radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi keyin Tariq ibn Shihab. Anna rajulan min al-yahud qala lahu. Umar ibn Xattobning shundaq rivoyat qilindiki, bir odam Yahudilardan bo'lgan bir odam qala lahu degan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Ey mu'minlarning amiri." Ba'zi rivoyatlarda bu Yahudilardan bo'lgan bir odam deganda kim demoqchi? Ka'bul Ahbar deganlar ham bor. Dediki: "Ey mu'minlarning amiri, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Sizlarning kitobingizda bir oyat bor, taqra'unaha. Uni sizlar o'qiysizlar. O oyatni sizlar o'qiysizlar. Law alayna, ya'ni agar u oyat bizga bo'lsa edi deydi. Ya'ni agar bizga tushirilgan bo'lsa edi. Law unzila alayna degan bo'ldi. Agar bizga tushirilgan bo'lsa edi, ya'ni kimga desa mahshar yahudga nima badal, alayna nima badal. Ya'ni bizga, ya'ni Yahudlar guruhiga, Yahudlar jamoasiga tushirilgan bo'lsa edi, nazalat lattakhadna zalika al-yawm 'aydan. Ya'ni law alayna ma'shar yahud nazalat, agar bu oyat ya'ni biz Yahudlar jamoasiga tushgan bo'lsa edi, biz shu kunni hech qilatdik. Hech tutib olatdik o'zimizga. Biz shu oyat tushgan kunni hech e'tiqod qilatdik yoki hech tutib olatdik, hech qilib olatdik deydi. Qala Umar radhiyallohu anhu dediki: "Ayyu ayatin?" Qaysi oyat? Qaysi oyat deb so'radi. Qol u odam bunday dedi: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dina." Ya'ni bugun sizlarga dininglarni kamil qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Sizlarga islomning din bo'lishiga rozi bo'ldim. Yoki islomni din qilib tanladim. Raditu ma'nosida sizlarga islomni din qilib tanladim. Yoki islomning sizlarning dininglar bo'lishinglarga rozi bo'ldim. Chunki Alloh taolo rozi bo'lmasa hech kim musulmon bo'lolmaydi. degan oyat dedi. Qala Umar radhiyallohu anhu bunday dedi: "Qad arafna zalika al-yawm." Biz shu kunni haqiqatan bilamiz. Wal makan allazi nazalat fihi ala an-nabi. Va shu kunda Payg'ambar alayhisolamga shu oyatning nozil bo'lgan yerni o'rnini bilamiz. Va huwa qa'imun bi Arafata yawm jumu'atin. Halbuki Rasululloh Cuma kunida Arpat kunining shu kuni Cuma kuni bu Arpat kuni Cuma kuni kelgan edi. Ya'ni Arpat kuni Cuma kunida qa'imun turgan holatida Payg'ambar alayhisolamga shu Qur'oni Karim shu oyat nozil bo'lgan yerni bilamiz dedi. Xo'sh, endi bu hadislardan bilan bo'lgan munosabat va chiqadigan inchki mazmunlarni so'zlab o'tsak, demak Umar radhiyallohu anhu'niki bu Yahudiyninki savoliga bergan javobida biz bu kunni hech tutdik demasdan, balki biz Payg'ambar alayhisolam bu kunni bilamiz va shu kunda Payg'ambar alayhisolam shu oyat tushgan vaqtni, tushgan yerni ham bilamiz. Shu kunni qaysi kun ekanligini bilamiz deb ko'z qo'ygani, endi demak biz degan oyatning ma'nini bilish jihatda sizlarning natijasi yaxshi. Biz
Oyatning o'zini ham emas, siz diqqatsiz. Siz oyat bu oyatni biz uchgan boshlab qolibsiz, oyatni bilmamlikka taqamang. Oyatni u bilimiz. Oyatniki qachon tushganligini, qaysi kunda tushganligini, qaysi yerda tushganligini va hattoki payg'ambar alayhisolamning qanday holatda turayotgan tushganligini ham bilamiz. Shu biz oyatning ma'nosini bilamiz, ya'ni mujda holatlarini bilamiz. Şuna siz aldığımız yoğulumuz bulundu. Tabii ki Arafat günü degan bir yılın içindeki en ulug' gün. Laylatul Qadr gecesi bir gecenin içindeki en ulug' gece. Arafat günü bir yılın içindeki en ulug' gün. Bunun da hiçbir şek şüphe yok birinci. İkinci, Peygamber Aleyhisselam demiş ki bugün heyt kılınmadı dese, çünkü bugün de bütün hacılar Arafat meydanında ihram bilen Allah Teala'nın teleydiğin ulug' gün bolganligi için bu ibadet günü oldu. Ama şu günün ertesi şu dese et günü oldu. Ertesi 10. günü et günü oldu. Demek nima uchun biz mushkul ayta olmadi desa, çünkü o ayet tushgan vaqtida asrdan keyin tushgan edi. Ayet asrdan keyin tushgan, aytgan asrdan keyin ayta olmaydi. Aytamizni qanday chog'da o'qiladi? Aytgan ayta o'qiladi. Aytamizni sahar palasida o'qiladi. Yana birga bu shu ayet tushgan kuni ayt qilindi deb hisoblasak, asrdan keyin nima hisob? Oy chiqdi. Asrdan keyin oy chiqamdi. Ay kurandimi? Ay kuranga yaqinlab qoldimi? Bu nimani ko'rsatdi? Uning oldingi kunini ko'rsatdi. Shuning uchun bu sababdan hammasi yig'ilib kelib, bugün Arafat kunining ulug' bo'lganligi va agar hayit qilish, qanday kunni hayit qilish, qanday kunni hayit qilmasligini biz yaxshi bilamiz, sizlardan da'vat etdi. Nima deyman? Biz oyatning ma'nosini bilamiz. Oyatning qanday chog'da tushgan holatlarini to'liq bilamiz. Chunki bizda hamma oyatlar mutavatir holatga kelgan. Hech qanday shak shubha yo'q. Xotirjam bo'lasizlar. Kalla qatırımız anlam buludu. Davat ediyor. Bizim dinimiz mükemmel değil. Hem de İmam Bukhari'nin maksatı kilaylık. İmam Bukhari yani demek çoğunu bu şu ayetin üzerine abeste demek geldi. Tercüme ettiği babda geldi mi? Delil kılıp. Miyade bu ayetin düşüşken vaktini. Ne davat ediyor? Düşüşken vaktini delil kılıp davat ediyor. Yani üzdeki biz 5 yılda İmam Bukhari'nin iki kılmışsını yandık. İmam Bukhari hadisni yoki tarjimatul babga dalil qilib keltirdi. Ba'zida tarjimatul babni hadisga sharh qilib keltirdi, izohlab keltirdi. Demak, mayalik qoidasi qanday qildi? Tarjimatul babga ma'ni dalil qilib keltirdi. Mana tarjimatul babdagi oyatniki shu vaqtida bizga bayon qilib, va'da tushgan oyat deb shuni ko'rsatmoqchi. Maqsad yana oxir, yana bir o'xshash bir maqsad. Xo'sh, endi 33-bab babun الزكاة من الإسلام يعني باب الزكاة من الإسلام. Bu zakatның mu İslam'ın ikeliginin babı. Yani bu zakat mu İslam'dındır diyen bir bab demeydiz. Ve kavlihi Teala Allah Teala'nın kavli. Yani babu ancakda ve kavlihi Teala dikini ma atf buludu. Ne gatfi? Zakat gatfi. Yani ve kavlihi Teala ve Allah Teala'nın kavlinin babıdır. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ديgan قولناهم باب. Hem de İslam zakat mı İslam'ın qatarıdan deganın deliliğine muayyen keltirdi. Yani ular Allah Teala'ga batıldan haq tarafga burilgan holatda, batıl Allah Teala'ga dinni xolis qilgan holatda, batıldan haq tarafga burilgan holatda ibodat qilishga va namoz o'qishga va zakat berishga buyurildi. Ana shu to'g'ri bo'lgan ravus dindir degan oyatning ishadiki va yu'tu zakata deganni Alloh taolo islomning qatoriga kirgizib so'zildi deydi. Yani bularning yani dinni ixlos qilishi, xolis bilan ibodat qilishi, Alloh xolis qilishi, namoz o'qishi, zakat berishi degan mushular hammasi islom dinidir deganni ko'rsatib turibdi deydi. 46 hadis. O sende muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, bizga İsmail hadis so'zlab berdi. İsmail mundaq dedi. Manga Malik ibn Anas radhiyallohu anhu o'zining tog'isi Abi Suhayl ibn Malikdan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. U o'zining dadasidan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Annahu sami'a, onun dadısı
Talhat ibn Ubeydullah radıyallahu anhu. Talhat ibn Ubeydullah yani aşara mübeşşirinin biri. Talhat ibn Ubeydullah radıyallahu anhu'dan anlığanlıqını rivayet qildi deydi. Yaqulu deydi o. Talhat ibn Ubeydullah mundaq deydi. Ja'a raculun ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min ahli Necd. Thairar ra's yani thairur ra's. Bir adam yani olsa Damam ibn Tha'laba degan adam. Kim adam ismi? Necd ahlidan bo'lgan bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına tha'irar ra's desa hal bo'ladi. Yani ja'adun hal. Yani chechi paqpaq halda keldi. Beshi paqpaq degan gap to'pular, to'puchan qunab ketgan, tarimagan, yumg'a holatda. Nesma'u daviyya savtihi. Bu adamning ovozining gudugudun qilgan, gurunchigan ovozini anglaymiz. Va la nafqahu ma yaqul. Uning nima deyotganligini tushunmaymiz. Hatta dana. Hattoki bu odam yaqin bo'ldi. Fa iza huwa yas'alu anil islam. U odam qarasak islomdan so'rayotgan ekan. İslam haqida so'rayotgan ekan. Faqala Rasulullah. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam dediki: "Khamsu salavatin fil yawmi vel leyla." İslam degan bir kechani fil yawmi vel leyla kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishdi. Har kecha kunduzda, har kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishdi dedi. Faqala hal alayya ghayruha? Bu adam dediki: "Menga undan boshqa farzlar bormi?" Dedi Resulullah dedi ki la illa en tatavva yok. Eğer illa in tatavva bo'lsa agar nafl qilsang bor degan bo'ladi. İlla en tatavva desa illa inda tatavvuika degan bo'ladi. Yani faqatla sening nafl qilgan, ziyoda qilgan, shu amalning ustiga ziyoda qilgan vaqtingda bor, bo'lmasa yo'q. Qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Va siyamu Ramazon. Sen ziyoda qilsang Ramazan ro'zasi ham bor dedi. Qala hal alayya ghayruh. Men undan boshqa ibodat bormi dedi Payg'ambar. Yo'q. İlla en tatavva. Faqat sen ziyoda qilgan vaqtingda bor dedi. Qal. U odam boshqavi bunday deydi. Va zakara lahu Rasulullah. Talat ibn Ubeydullah bunday dedi. Uningga Rasulullah sallallohu alayhi vasallam zakatni zikr qildi. Qala hal alayya ghayruha. Hal alayya ghayruha. Çünkü demiş ki bende onun zakatını zikr qildi deydisa, çünkü ravi Talat ibn Ubeydullah shada Rasulullah'niki degan va siyamu Ramazon degandek uchuq lafzni unutib qolgan. Unutib qolganlik uchun nima dedi? Yolg'onlar qamishda nima dedi? Zakatni zikr qildi. Rasululloh zakatni deganlik rost, lekin ita'uz zakat dedimi? Yoki i'ta'uz zakat dedimi? Yoki antu'tiya zakat dedimi? Uni unutib qolgan. Shuning uchun nima dedi? Zakatni zikr qildi dedi bas. Muhim bo'lgan mazmun shu. Qala hal alayya ghayruha? Menga undan boshqasim bormi dedi. Qala Payg'ambar dedi ki la, yo'q. İlla en tatavva. Sening nafl qilgan chig'ingni, nafl qilib ziyoda qilgan yuqoridagi ibodatlarga ziyoda qo'shib qilgan vaqtingda bor dedi. Qala fa adbara ar-rajul. Bu odam keyin o'lib ketdi. Ve huve yaqul halbuki u bunday deyapti. Vallahi Allah bilan qasamki la azidu ala hada ve la anqus. Men bununga yani shu yuqoridagi Rasululloh deb bergan amallarga hechimini ziyoda qilmayman va la anqusu. Rasululloh deb bergan amallardan hechimini kam qilmayman dedi. Qala Rasululloh sallam dedi ki aflaha in sadaq. Odam agar nasib qilgan bo'lsa maqsadga yetgan bo'ldi. Nijot topgan bo'ldi. Maqsadga erishgan bo'ldi. Endi mana bu hadislardan bab bilan bo'lgan munosabati uchuq. Ya'ni islomning zakatning islom ekanligi. Mumkin oyatga keldi. Oyatda ham Alloh taolo mu'minlar nimaga buyurdi yoki kofirlar avvalan Allohga iymon etishga, namoz va zakat berishga buyurdi deb o'xshash bu yerga keldi. Iymon bilan o'xshash farz ekanligi chiqdi. Zakatdan ham. Undan keyin hadisda ham Payg'ambar alayhisalom odamga nima so'zladi? Birinchi qilib 5 vaqt namoz so'zladi. Chunki u iymon etib qolgan ekan. Undan keyin Ramazon ro'zasini so'zladi. Undan keyindan zakatni so'zladi. Demak, bu yerda hajni so'zlamadi. Haj degan shartlik farz. Haj cho'qimli bo'lish kerak. Shu istitoat bo'lsa, ondan farz bo'lgan farz. Tabiiyki,
Bu adam kitib qaldı kelmegen bolsa nima bo'ladi? Kelmegen bolsa Peygamber bundan so'zlagan bo'ladi deb. Yana biri bu şeyde so'zlagan vaqtida haj farz bo'lmagan vaqt bo'lishi mumkin. Haj keyin farz bo'lgan ibodat emas. Baldi farz bo'lmagan. Madinada farz bo'lgan. Shuning uchun Peygamber hajni oxirgi umrida qildi. Keyin farz bo'lgan haj imonlarning birisi. Madem mal so'ragan vaqtida haj farz bo'lmagan vaqt bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu 5tiki bizniki va zadatum imana va yazdadallazina amanu iymon degan oyat mu bizniki ulamolar aqida ulamolarining tarjima qiladi. Bu yerdagi Alloh iymonni ziyoda qiladi degan gap odamning iymoni ziyoda ekan bo'ldi degan ko'rsatmaydi, balki sahobalarga har kuni yangi oyat, yangi hukm tushsa ular uning iymoni yetadi, uning amal qiladi, shundan iymoni ziyoda bo'lgan bo'ladi. Ziyoda bo'lgan bo'ladi. Shu sababdan bizniki bizga nisbatan ham oyatlar kelib bo'lgandan keyin bizga nisbatan oqmaydi, sahobalarga oqqani bizga oqmaydi deb bunda tushunganlar bor. Endi mishadimi Peygamber Aleyhisselam'a nima haj farz bo'lmagandan keyin bu odam mushammad qilsa iymonni nima qiladi? Shuni musha nisbatan iymoni kamil bo'lgan bo'ladi. Chunki ularning ixtiyoriga emas. Sahobalarga agar Peygamber Aleyhisselam har bir amal farz bo'lib, agar desa sahobalar shu amalni qiladi, unga amal qiladi. Sahobalar hargiz buni qilmaydi, amalni yuz bermaydi. Shu sababdan al-yawma akmaltu lakum dinakum degan oyatdan burun uylab ketgan sahobalarning dini naqismi? Yo'q. Dini kamil mukammal. Chunki agar ular mushaq yashagan bo'lsa, hammaga shaksiz amal qiladi. Ular shahidlab ketgan yoki sabzab ketgan vaqt Alloh taolo sizlarga hatto Makkaga qarab, Makkadagi Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni Alloh taolo nima zoya qilib o'tmaydi dedi. Chunki ular hammasi ularning ixtiyorlik qilish emas. Ularning ixtiyorligiga bo'g'ish emas. Agar o'z ixtiyorlik bilan amal qilmas ixtiyor qilsa, buning hukmi boshqa. Ama bularning ixtiyorlik bo'lmagan ishni la yukallifullohu nafsan illa wusaha.